Assalomu alaykum, hurmatli soy yo'llanma ahli, omonmisizlar? Biz mana Panjikentga 2 kun oldin keldik. Hozir mana shu Sanjon tashrif qilib turgan tadbir uchun yo'lga chiqdik. Bunga o'zim bir yil oldin o'zi taklif qilganlar, 2-3 oy oldin tayyorgarlik ko'rib boshladik. Men o'zi aytdim, pasportim Germaniya elchixonasida edi, borib arizalar yozib Tojikistonga va'damiz bor deb turib yo'lga chiqdik shu tadbir uchun. Xudoni bir xabar ekan, ba'zi sabablarga ko'ra yuqoridagilar ruxsat bermadi, shu tadbir bo'lmay qoldi. Panjikentda mehmon bo'ldik. Lekin o'zi aslida maqsadimiz mehmon bo'lish yoki dam olish emas, shu tadbirda qatnashish edi. Alloh nasib qilib qolsa, oldinroqdan tayyorgarlikda, ya'ni hokimiyat bilan maslahatlashib, ulardan ruxsat olishib qilishsa, ya'ni kelamiz, xudo xolasa. Rosa niyatim bor edi, bir suhbat qilib berishlik, bir foydamiz tegsa, xudo xolasa, ya'ni kelamiz, xudo xolasa. Xudoning mo'jizasi bu Panjikent, Haftkul. Bu uchun odamlar uchun yana qancha kelsa arziydigan. Iyul oyiga niyat qilyapmiz, oxiriga kelsak ajab emas, shu tadbirlar bo'lib qolsam, xohlasam. Sanjon lekin bor kuch bilan harakat qildim. Men o'zimizdan tashqi vazirligi bilan xabarlashib turdim. Bu yerdagi O'zbekiston elchixonasi bor, ular ham kelmoqchi edi. Tajrikalar bilan gaplashdim. Endi xudo xolasa kelasi safarga bo'lib qoldim. O'zimizda ixtiyorimizdan tashqaridagi narsalar bo'lib qoldim. Alloh inshaalloh bu tomonni bir kuni yaxshi hal qilib berar. Xudo xolasa, nasib qilsa kelasi safar kelingizlar, nasib qilsa kelishadi. Bor, masalasi katta rahmat. Ziyorat qilsin.